Ukajon, ayni dam ijozat bersangiz, biz uchun birozgina qimmatli vaqtingizni ajratsangiz, akangiz Ixlosbekni siz uchun yozib yo'llagan chiroyli dil izhorlarini sizga o'qib eshittirsak, tinglashga tayyormisiz? Tinglashga tayyorman. Assalomu alaykum, jon jigarim. Men uchun judayam qadrli, mehribon insonim. Biz uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan ukajonim Erkinjon. Bugungi tavallud ayyoming, qarshi olgan yana bir yoshing muborak bo'lsin. Shukrona kuning bilan seni jamiki oila a'zolarimiz nomidan chin yuragimizdan, chin qalbimizdan samimiy tabriklaymiz. Baxtimizga sog' salomat bo'l. Umring uzun, hayoting sermazmun bo'lsin. Sen meni hayotim mazmuni, jonimning bir parchasi, suyangan tog'im, g'amxo'r ukajonimsan. Ilohim, martabang ulug', yuzing har yerda yorug', tolaying yuksak, qadring qaddingdan-da baland bo'lsin. Allohim seni yetuk va kutilmagan baxtlar ila siylasin. Umringga, rizqingga barakalarni bersin Robbim. Ikki dunyo saodatini senga tilayman. Hech qachon g'am ko'rma, dard ko'rma. Nimaiki orzularing bo'lsa, ijobatini ko'rib yur. Armoning bo'lmasin. Aka-ukalik rishtalarimiz bardavom bo'lsin. Biz seni juda yaxshi ko'ramiz. Sendek ukamiz borligidan faxrlanamiz.